Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Hayitbek Jo'raqulov. Men sizlarga bugun Xudo xolasa uzumni noldan qanaqa boshlash kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, hammasini dehqoncha qilib, sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Do'stlar, meni yoshim 30 da, o'zi asli Navoiydanman, lekin 7-8 yildan beri Toshkentda ishlab o'qib yuribmiz. Men sizlarga uzum market soddaroq tushuntirmoqchiman. Bugun birinchi bepul darsimiz. Kelinglar uzum haqida birinchi to'liq tushunchaga ega bo'lsak. Sodda qilib, dehqoncha qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Uzum market nima? Uzum market bu onlayn bozor. Qanaqa tushuntiradigan bo'lsam, soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, hammamiz ham o'zimizni qaysidir bozordan tovarlarni sotib olganmiz. Kostyum olgandirmiz, ko'ylak olgandirmiz, va hokazo. Siz qayerdan oldingiz shu tovarni deydigan bo'lsangiz, o'sha bozor nomini aytasiz umumiy qilib. Uzum marketdan ham qanaqadir tovar zakaz qiladigan bo'lsangiz, siz ham qayerdan oldingiz uzum marketdan deysiz. Lekin u bozorda siz tovar olgan bozoringizda o'zini do'konlari, hammaning o'zining do'konlari, hammaning o'zining narxlari, hammaning o'zining tovarlari bo'ladi. Uzum marketda ham qanaqadir tovar sotib oladigan bo'lsangiz, bu o'sha kimnidir do'konidan, mani yoki yana kimlardir do'konidan olgan bo'lishingiz mumkin. Uzum market bu onlayn bozor, sodda qilib tushuntirgan. Hamma bozorchilarni yig'ib qo'yib, onlaynga tiqib qo'ydi. Mana shu uzum market. Onlayn prilavka desak ham bo'ladi, onlayn rasta desak ham bo'ladi. Uzum marketga biz rasmini qo'yamiz, narxini qo'yamiz, ismini yozamiz, tovarlarni, ranglarni, opisaniyasi hammasini kiritib, keyin sotuvga chiqaramiz va upakovka qilib, tovarlarni upakovka qilib omborga olib borganimizdan so'ng uzum market uni odamlarga ko'rsatadi. Odamlar esa uyda turib telefondan zakaz qilib, buyurtmani qabul qilib oladi. Uzum marketda offlayn bozordan afzalliklari. Misol olaylik, agar siz bilmayman, siz hozir ekran orqasi qayerdan tomosha qilyapsiz. Misol men Navoiydanman. Navoiydan kelib agar bir do'kon ochmoqchi bo'ladigan bo'lsam, Navoiyning o'zida misol birinchi navbatda menga joy kerak bo'ladi. Arendaga bitta joy topaman, do'kon topaman. Keyin men Abu Sahiga yoki O'rizorga kelib tovarlarni Optimga olib ketaman. O'zbekiston Optim bozorlaridan tovarlarni Optimga olib ketaman. U ham xarajat, yo'l kira xarajatlari bor, arenda xarajatim bor do'kon topganim uchun. Bu yoqda tovarlarni to'ldirganim bilan baribir ertalab soat 9 da o'zim ochaman, obeddan soat 5 da do'konni yopaman. Yokida agar meni boshqa ishlarim bo'ladigan bo'lsa, ishchi olaman. Qarang, arenda qo'shilyapti, ishchi qo'shilyapti. Ishchi olganingizdan keyin uni tepasiga bitta hozirgi kunda hammaga ham ishonch yo'q, kamera qo'yasiz. Bu ham bitta xarajat. Undan keyin hozirgi kunda ayniqsa ijtimoiy tarmoqda Instagram yoki Telegramda sizni do'koningiz bo'lmaydigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqda siz yo'q bo'ladigan bo'lsangiz, sizni sotuvlaringiz kamroq bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqda yurg'izadigan SMMchi, targetolog, mobilograf degan hozir kasblar chiqqan, ularni yollashingizga to'g'ri keladi. Ular siz tovaringizni reklama qilgandan keyin, butun respublika bo'yicha reklama qilgandan keyin, siz tovaringizni misol men o'zim Navoiyda tursam, endi menga zakaz tushadi Vodiydan, Farg'onadan tushadi. Zakaz tushadi Nukusdan tushadi. Ularga endi men dastavka qilib berishim kerak. Yana qo'shimcha xarajat bo'ladi dastavka uchun. Undan keyin dastavkadan keyin nalog bor. Undan keyin mana hozir kommunalkalarimiz ko'z tegmasin, juda arzon, ular qo'shiladi. Undan keyin sizni foydangiz qo'shiladi. Mana shuncha beradigan joyimiz borda, xohlasak, xohlamasak, biz 100 so'mga olib ketadigan bo'lsak tovarni, 250 so'm, 300 so'mga sotishga majbur bo'lamiz. O'shanda ham bizga 50 so'm qoladi. Chunki mana bu arenda bor, ishchi bor, mobilograf, xullas dastavka, xullas hamma bosh og'riqlasiz. Plyus tarafi kimgadir o'zimiz tarafda yaqinlarimizga, bizni tanigan odamlar qarzga berib, buni orqasini so'rab yoki xafa qilib qo'ymay yoki bo'lmasa pul deb o'rtaga sovuqchilik tushirmasin deb yurmaymizda, uzum market bizga rassrochka qilib beradi. Misol siz tovaringiz olaylik 1 million so'mlik tovar bo'ladigan bo'lsa, siz uzum marketga qo'yadigan bo'lsangiz, uni 1 million so'm narxda u klientga 1 million 300 ming so'mga bo'lib berishga beradigan bo'lsa, sizga 1 million narx qo'ygan bo'lsangiz 1 million so'm hisobingizga tashlab beradi. Avvalo albatta uzum market o'zining komissiya va logistika xarajatlarini olib qo'ygan holatda narx tushadi. Lekin u klient qachon berishi, oyma-oy beradimi, qachon uni men pulini olaman degan narsalarni o'ylamaysiz. Sirazi o'sha klient sotib olgan paytda boshlang'ich to'lov berib oladimi, boshlang'ich to'lov berib olmaydimi, farqi yo'q. U klient uni keyin qaytarib rassrochkani to'laydimi, to'lamaydimi, bu ham bizga qiziq emas. Sotuvchi bilan uzum market o'yindan chiqadi. Uzum nasiya ularga bizga uzum marketga pulini ko'chirib beraveradi. Afzalliklar. Endi agar men uzum marketda o'sha tovarni viloyatda sotmoqchi bo'lgan tovarimni sotmoqchi bo'lsam, misol 100 so'mga oldim, 180 so'mga sotaman. Lekin men shu tovarni 100 so'mga olib ketib, shuncha xarajat qilib, shuncha xarajatlar bilan 250 so'm, 300 so'mga sotayotgandim.
Endi uzun marketda 100 so'mga olib turib 180 so'mga sotaman. Sababi 30 so'm, 35 so'm uzun marketga logistika va komissiya xizmatiga olib qoladi. Qolgani esa menga foydam bo'ladi. Misol 100 so'mga, misol 50 so'm, 45 so'm foyda qilaman. Bu yoqda esa men 250 so'm, 300 so'mga sotaman, 50 so'm foyda qilaman. Masangalarim ko'p, berib yuboradigan joylarim. Lekin bu yoqda mana shu arenda, boshqa xarajatlar yo'qligi hisobiga menda 180 so'mga sotib ham 50 so'm foyda qilaman. Yana afzalligi, eng zo'r afzalligi butun respublika bo'yicha sotganim uchun, misol do'konda o'zimni Navoiyimda misol 10 ta sotadigan bo'lsam, bu yoqda men 50 ta, 60 ta sotaman. Chunki butun respublika bo'yicha bo'lgani uchun dostavka muammosi yechilgani uchun bo'lib berish, ya'ni рассрочка bo'lganligi hisobiga men 50 ta, 60 ta sotaman bemalol. Shu afzalliklarni beradi. Lekin ikki tarafdan ham bir xil foyda ko'raman.